İslam dünyasida Sharq Turkiston masalasini kun tartibga olib kelish uchun Xalqaro Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar birligining rahbarligida qanot yoydirilgan Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi harakatining tunji xalq diplomatiyasi hay'ati Malayziyaga yetib berib 10 kunlik ziyoratini boshladi. Tunji hay'atda Sharq Turkiston media jamiyatining boshlig'i Abduvaris Xotam bilan Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistonli yer oldi. Malayziyadagi tunji ziyoratini Kuala Lumpurdagi Malayziya Ilsan birligi va Malayziya olimlar jamiyatini ziyorat qilish bilan boshladi. Ziyorat va yig'inlar davomlashyapti. Cumhuriyet Xalq Partiyasi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarining Turkiya Buyuk Millat Majlisi tomonidan tekshirilishini talab qildi. Cumhuriyet Xalq Partiyasi parlament a'zosi Burcu Köksal bilan 30 parlament a'zosi birlikda imzo qo'ygan tekshirish tashabbusi Turkiya parlament boshlig'iga sunildi. Taklifda Xitoy hukumatı tarafidan Uyg'ur turklarga elib berilayotgan inson qalbidan chiqqan muomalalarning Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarning Turkiya Buyuk Millat Majlisida tekshirilib hal qilish yo'llarining tepilishi va hal qilinishi uchun Turkiya bera oladigan yordamlarning belgilanishi majlisda baholash elib berilishi kerak deyildi. Qozog'istonda sud mahkamasi ikki qozoqning Xitoyga topshirib berilmasligini qaror qildi. Bu ikki qozoq Sharq Turkistondan qochib kelgan bo'lib, Qozog'istonga qonunsiz kirish bilan ayblangan. Zaysan rayonidagi bu mahkama 21 yanvardagi sudda yuqorqi qarorni chiqardi. Sudchi Shinar Osbano, Muragar Alumoli va Qastar Musaqqan o'g'liga chegirdan qonunsiz kirish jinoyati bilan 1 yillikdan qamoq jazosi berdi. Lekin Sharq Turkistonga qaysa Xitoy zulmiga uchrash ehtimolligini nazarda tutib, ularning Qozog'istonda qolib qolishiga ruxsat qilindi. Amerikaning Washington shtatida bir kechada Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan va o'pka yallig'iga o'xshab ketadigan bir kasalga sabab bo'lgan tojisimon virus bayqaldi. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy ziyoratidan keyin kasal bo'lgan va Washingtonda davolanayotgan kasalning Wuhan virusi bilan yuqumlanganligi aniqlandi. Bu kishining ahvolining og'ir ekanligini bildirdi, lekin kimligi e'lon qilinmadi. Shuning bilan birga bu xil virusning hujumi sababli o'lgan kishi soni 6 ga yetdi. Xitoy Sahiyya komiteti bu xil virusning tunugun 77 kishida bayqalganligi, buning bilan yuqumlanuvchilar sonining 291 ga yetganligini e'lon qildi. Xitoyda 25 yanvar boshlanadigan Chag'an bayramida bu virusning texmi ko'p kishiga yuqishi andish qo'zg'amoqda. Dunyo iqtisod minbarida so'z qilgan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan ikkinchi bosqichli savdo kelishimi suhbatini pat arada boshlaydiganligini aytdi. Amerika Moliya ministri Mnuchin Washington va Bejing orasidagi ikkinchi bosqichli kelishimida kutilgandek cho'ng bir o'zgarish bo'lmaydiganligini aytdi. Davos iqtisod minbarida so'z qilgan Mnuchin ikkinchi bosqichli kelishimining barliq qo'shimcha planlarni amaldan qoldirmaydiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Trumpni vazifasidan olib tashlashga aloqador guvohlik yig'ini Amerika Kengash palatasida rasmiy boshlandi. Bu bosqichda Trumpning Ukraina prezidenti Zelenskiydan o'z siyosiy manfaatlari uchun ba'zi tekshirishlarni olib berishni talab qilishi va Kiyevga harbiy yordam qilishni to'xtatib qo'yishining huquqini qalaymaqon ishlatish bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi qaror qilinadi. Trump yana Amerika Davlat Majlisining xizmatiga to'sqinlik qilish bilan ayblanmoqda.